Matteo Falconi. Hikoya. Muallif Prosper Meremi. Audio hikoya Oyna.uz portali kutubxonasi uchun maxsus tayyorlandi. Porto-Vekkodan shimoliy g'arbga, orolning ichkarisiga qarab yo'l olsangiz, ancha tik qoyalardan ko'tarilishga to'g'ri keladi. Katta-katta xarsang toshlar qalashib yotgan, ba'zi joylari o'pirilib ketgan ilon izi so'qmoqdan 3 soatlar chamasi yursangiz, boshi keti ko'rinmaydigan qalin Makiga ro'para bo'lasiz. Maki korsikalik cho'ponlar bilan qonunga chap berib yurganlarning makoni. Aytish kerakki, korsikalik dehqon dalani o'g'itlash zahmatidan qochib, o'rmonning bir chetiga o't qo'yadi. Olov keragidan ortiqroq joyini yondirib yuborsa ham parvoyiga kelmaydi. Nega deganda, yondirilgan daraxtlarning kuli tushgan yerdan yaxshi hosil olishiga ishonadi-da. Boshoqlar yig'ib olinganidan keyin somoni qolaveradi. Uni yig'ib olish mashaqqat. Yer ostida omon qolgan daraxt ildizlaridan yanagi bahorda navqiron navdalar ko'karadi. Bir necha yil o'tib, ularning bo'yi 7-8 futga yetadi. Mana shu qalin chakalakni Maki deyishadi. Maki bir-biri bilan ayqash-uyqash bo'lib o'sgan har xil daraxtlardan iborat. Ba'zan esa shunaqa qalin makilar bo'ladiki, hatto olqorlar ham ularning orasidan o'ta olishmaydi. 1800-yilda Korsikaga borganimda Matteo Falconining uyi ana shu Makidan yarim milcha berida edi. U o'sha yerdagi o'ziga to'q odamlardan edi. U son sanoqsiz podalardan keladigan daromad hisobiga halol hayot kechirardi. Uning podalarini ko'chmanchi cho'ponlar tog'ma-tog' o'tib yurib boqishardi. Men uni uchratganimda 50 yoshlar chamasida edi. Hozir men sizga aytib bermoqchi bo'lib turgan voqea esa undan 2 yil burun sodir bo'lgan ekan. Uni o'rta bo'yli, lekin baquvvat, jingalak sochlari qoramoyday timqora, qirra burun, lablari yupqa, ko'zlari tiyrak, yuzi oshlanmagan terining rangidagi bir odam deb tasavvur qilavering. Bu o'lkada usta merganlar ko'p bo'ladi, ammo Matteo miltiqdan bexato ochishda ularning hammasidan o'tardi. Masalan, Matteo olqor ovlaganda hech qachon sochma o'q ishlatmasdi. Biroq uni 120 qadam naridan istasa boshidan, istasa kuragidan otib yer tishlatardi. Kunduzi qanchalik chapdas bo'lsa, zimziyo kechasi ham shunchalik bexato otardi. Menga uning chapdasligini ko'rsatuvchi bir voqeani aytib berishgan. Korsikada bo'lmagan odamga bu mubolag'adek tuyulishi mumkin. Undan 80 qadam nariga, tarelkaday keladigan yaltiroq qog'oz ortiga sham yoqib qo'yishimdi. U mo'ljalga olibdi. Keyin shamni o'chirib qo'yishimdi. 1 minut o'tgach, qop-qorong'i tunda o'sha qog'ozga qaratib o'q otimdi. Shunda 4 ta o'qdan 3 tasini qog'ozga tekkizibdi. Ana shunaqa favqulodda mahorat Matteo Falconini mashhur qilib yubordi. Uni odamlar ham yaxshi do'st, ham xavfli raqib hisoblashardi. Biroq u do'stlaridan jonini ham ayamas, faqirlarga mehru shafqat bilan qarar, Porto-Vekko viloyatida hamma bilan inoq, tinch totib yashardi. Aytishlariga qaraganda u xotinini Kortodan olgan ekan. U yerda jangda shaddodlik, muhabbat bobida esa epchillik bilan nom chiqargan xavfli raqibiga shafqatsiz zarba bergan ekan. Matteoning miltig'idan uzilgan o'q uni deraza yonida osig'liq turgan ko'zguga qarab turganida qulatgan emish. Bu voqea bosti bo'lgach, Matteo uylandi. Xotini Giuseppe unga avval 3 ta qiz tug'ib berdi. Bundan Matteo rosa darg'azab bo'lgan edi. Keyin o'g'il tug'di. Unga Fortunato deb nom qo'yishdi. Bu nomda oilaning umidi va urug'ning davomchisi degan ma'no bor edi. Qizlarini u yaxshi joylarga uzatdi. Biron xavf-xatar tug'ilsa, ota kuyovlarining xanjari va miltiqlariga tayanishi mumkin edi. O'g'li esa endi 10ga kirgan. Lekin bo'ladigan bola ekani hozirdanoq ko'rinib qolgan edi. Erta kuz kunlaridan birida Matteo saharlab mollaridan xabar olish uchun xotini bilan Makiga jo'nadi. Kichkina Fortunato ular bilan birga bormoqchi bo'ldi. Biroq yaylov ancha olis edi. Undan tashqari uyni yolg'iz tashlab ketib bo'lmasdi. Shu sababga ko'ra otasi uni qoldirib ketdi. Ota bu ishdan qanchalar pushaymon bo'lgani hikoyamizning davomidan ayon bo'ladi. Ular jo'nab ketishgandan keyin bir necha soat o'tdi.
Kichkina Fortunato oftobro'y joyida cho'zilib yotib, moviy tog'larga tikilganicha yanagi yakshanba kuni shaharga kapral amakisinikiga mehmonga borishni o'ylardi. To'satdan yangragan o'q ovozi uning xayollarini to'zg'itib yubordi. U sapchib turib, o'q ovozi eshitilgan sayxonlik tomonga o'girildi. Yana o'qdan o'q ovozi eshitildi. Otishma borgan sari yaqinlashib kelardi. Nihoyat sayxonlikdan Matyoning uyiga olib keladigan so'qmoqda juldur kiyimli, soqoli o'sib ketgan, tog'liklar kiyadigan, uchli qalpoq kiygan odam paydo bo'ldi. U hozirgina oyog'idan o'q yegani ko'rinardi. U porux olib kelgani kechasi shaharga ketayotib, korsikalik o'qchilar otryadi pistirmasiga duch kelib qolgan bandit edi. U jon jahdi bilan otishib, qoya toshlarni panalab, quvib kelayotganlarni bir amallab chalg'itishga muvaffaq bo'ldi. Biroq soldatlar yaqin orada edi. U esa jarohati tufayli Makiga yetib borolmadi. U Fortunato oldiga kelib so'radi. "Matteo Falconining o'g'limisan?" "Ha, men Janitto Sampiroman. Orqamdan sariq yoqalar quvib kelyapti. Meni yashir. Yurgani holim qolmadi. So'ramasdan seni yashirsam, otam nima deydi?" "Yaxshi qilibsan" deydi. "Qaydam?" "Meni tezroq yashir. Ular bu yoqqa kelishyapti." "Otam qaytguncha kutib tur." "Kutib tur? La'nati. Ular 5 minutdan keyin yetib kelishadi. Qani, bo'l, meni tezroq yashir. Bo'lmasa o'ldiraman." Fortunato pinagini buzmay javob berdi. "Miltig'ing o'qlanmagan. O'qdonda o'q tugabdi. Xanjarim bor. Baribir menga yeta olmaysan." U bir sakrab xavfsiz joyga chiqib oldi. "Yo'q. Sen Matteo Falconining o'g'li emassan. Nahotki uyning oldida meni ushlab olishsa-yu sen indamay turaversang?" Bu aftidan bolaga ta'sir qildi shekilli. "Seni yashirsam menga nima berasan?" deb so'radi u yaqinlashib. Bandit belbog'iga ilib olgan charm xaltasini titkilab, undan 5 franklik tanga chiqardi. Bu pulni u porix sotib olish uchun yashirib qo'ygan shekilli. Fortunato kumush tangani ko'rib jilmaydi. Uni qo'liga olgach, Janittoga gapirdi. "Hech narsadan qo'rqma." Bir zumda u uyining yonidagi pichan g'aramini o'yib, kovak yasadi. Janitto g'o'janak bo'lib unga kirib oldi. Bola kovakning og'ziga havo kirib turadigan qilib pichan bosdi. G'aramga qaragan odam uning ichida birov yashirinib yotganini xayoliga ham keltirmas edi. Bundan tashqari, bola yovvoyi odamlarga xos makkorlik bilan yana bir tadbir ishlatdi. U yaqinda bolalagan mushuklarni bolalari bilan olib kelib, g'aramga joylab qo'ydi. Go'yo g'aramga anchadan beri hech kim qo'l tekkizmaganday bo'ldi. Keyin uy yonidagi so'qmoqda qon izlarini ko'rib, hafsala bilan ularning ustiga tuproq sepdi va yana hech narsa ko'rmaganday oftobro'y joyga cho'zilib oldi. Bir necha minut o'tgach, sariq yoqali jigarrang forma kiygan 6 ta o'qchi serjant boshchiligida Matyoning uyi oldida turishardi. Bu serjant Falconiga uzoqroq qarindosh edi. Ma'lumki, boshqa joylarga qaraganda Korsikada qarindosh urug'chilikka qattiqroq rioya qilinadi. Uning ismi Teodor Gamba edi. U juda faol odam bo'lib, ancha-muncha banditlarni qo'lga tushirgan va banditlar undan zir titrashardi. "Yaxshimisan, jiyan?" dedi u Fortunatoga yaqinlashib. "Ancha katta bo'lib qolibsan-ku. Bu yerdan yaqinda hech kim o'tmadimi?" "Voy amaki, men hali sizdek bo'lganim yo'q-ku", deb javob berdi bola o'zini go'llikka solib. "Menga ham yetib olasan. Qani ayta qol. Hech kim o'tmadimi?" "Bu yerdan hech kim o'tmadimi deyapsizmi?" "Ha, uzunchoq duxoba qalpoq kiygan, kurtkasiga qizil, sariq gul tikilgan odam." "Cho'zinchoq duxoba qalpoq kiygan, kurtkasiga qizil, sariq gul tikilgan?" "Ha, tezroq javob ber, savollarimni takrorlamay." "Bugun ertalab uyimizning oldidan Bero degan otini minib kashish o'tdi. U otangning ahvoli qalay deb so'radi. Men aytdimki, "Ha, yaramas, mug'omirlik qilyapsan-a? Qani bo'l, tez javob ber. Janitto qayerga qo'yib bo'ldi? Biz uni qidirib yuribmiz. Iymonim komil, u shu so'qmoqdan yurgan." "Men qayoqdan bilay?" "Qayoqdan bilay? Lekin men bilaman. Sen uni ko'rgansan." "Uxlab yotgan bo'lsam, o'tgan ketganni qanday ko'raman?" "Uxlaganing yo'q, mug'ombir. O'q tovushlari uyg'otib yuborgan." "Amakijon, miltig'ingiz shunaqa qattiq varanglaydi deysizmi? Otamning miltig'i qattiqroq gumburlaydi." "Jin ursin sen la'natini. Men aminmanki sen Janittoni ko'rgansan. Balki uni yashirib ham qo'ygandirsan. Yigitlar, uyga kiring. Qochoqni tuzukroq qidirib ko'ring. U zo'rg'a oqsoqlanib yuribdi.
Bu ablahning mayib oyoq bilan Makkiga yetib borolmasligiga aqli yetadi. Qon izlari ham shu yerga kelib tamom bo'lgan. Otam nima derkan? Deb so'radi Fortunato istehzo bilan. Yo'g'ida uyimizga bostirib kirishganini bilsa, otam nima derkan? Muttaham, dedi Gamba uning qulog'idan cho'sib. Istasam, bir zumda boshqacha sayrab qolasan. Sening tilga kirishing uchun qilishning beti bilan jilday savalash kerak o'xshaydi. Fortunato esa istehzosini davom ettiraverdi. Mening otam Matteo Falcone, dedi u ma'nodor qilib. Bilasanmi, shumtaka, istasam seni Kortoga yoki Bastiliyaga olib borib turmaga tiqib qo'yaman. Qo'l oyog'ingga kishan urib, poxolga yotqizaman-da, kallangni olaman. Yaxshisi, Janetto Sanperoning qaydaligini ayt. Bola bunday kulgili po'pisani eshitib, qah-qah urib kulib yubordi. U hamon takrorlardi. Mening otam Matteo Falcone. Serjant, dedi pichirlab o'qchilardan biri. Keling, qo'ying, Matteo bilan o'chakishib nima qilasiz? Gamba nochor ahvolda qoldi. U soldatlar bilan shivir-shivir qilib allanimani gaplashdi. Soldatlar bir zumda uyni titkilab qarab chiqishdi. Bunga ko'p vaqt ketgani yo'q, chunki korsikalikning kulbasi bitta chorburchak xonadan iborat bo'ladi. Stol, kursi, sandiq, ba'zi bir uy anjomi-yu ovchilik uskunalari. Uning bor yo'q bisoti shu. Bu orada kichkina Fortunato mushukni silab o'tirar va o'qchilar bilan amaksining dovdirab qolishganidan ichida kulayotganday edi. Soldatlardan biri g'aramning oldiga bordi. Mushukni ko'rib, loqaydlik bilan pichanga nayza sanchdi. So'ng baribir bu behuda gap degandek yelkasini qisdi. G'aram ichida hech narsa g'imir etmadi. Bolaning chehrasida ham zarracha tashvish alomati sezilmadi. Serjant va uning otryadi borgan sari betoqat bo'la boshladi. Ular kelgan tomonlariga qaytib ketishga chog'langandek sayxonlikka nigoh tashlay boshlashdi. Lekin bu orada ularning boshlig'i Falconening o'g'liga do'q bo'psalar zarracha ta'sir qilmayotganiga qanoat hosil qilgach, yana bir bor urinib ko'rishga, endi muloyimlik bilan sinab ko'rishga ahd qildi. "Jiyan", dedi u. "Sen o'zing durust bola ko'rinasan. Martabang ulug' bo'ladi. Lekin hozir bekorga o'jarlik qilyapsan. Agar birodarim Mattioni ranjitishdan qo'rqmaganimda, seni olib ketardim. Shunaqa deng? Hali Mattio kelganda hammasini unga aytib beraman. Yolg'on gapirganing uchun ta'ziringni berib qo'yadi. Ko'ramiz." "Ha, ko'rasan. Menga qara. Aqlli bola bo'lsang, men senga bir narsa berardim." "Men bo'lsam, amakijon, sizga maslahat beraman. Agar sustkashlik qilsangiz, Janetto Makkiga kirib ketadi. Undan keyin uni ushlab olish uchun sizdaqalardan yana anchasi kerak bo'ladi." Serjant kissasidan kumush soatini chiqardi. U kamida 12 turardi. Soatni ko'rib, kichkina Fortunatoning ko'zlari yonganini sezgan serjant po'lat zanjirining uchidan ushlab soatni osiltirgancha gap boshladi. "Hoy mug'ambir, ko'kragingga shundoq soat osib, Porto-Vecco ko'chalaridan tovusday girdayib yurgin kelar-a? O'tgan ketgan sendan soat necha deb so'raydi. Sen esa mana o'zingiz ko'rib qoling deb soatni tutasan. Katta bo'lganimda kapral amakim menga soat sovg'a qiladi. Shundoq-u, lekin amaking o'g'liga hozirning o'zida soat olib bergan. To'g'ri, u soat bunchalik chiroyli emas. Amakingning o'g'li hali sendan kichkina." Bola chuqur tin oldi. "Xo'sh, nima deysan? Soatni olging kelyaptimi, jiyan?" Soatga ko'z qirini tashlab turgan Fortunato egasi jo'jani ko'rsatib ermak qilayotgan mushukning ahvoliga tushib qolgan edi. Mushuk g'ashiga tegishayotganini sezib, jo'jaga changal urishga botina olmaydi. Vasvasdan qochish uchun o'qtin undan ko'z uzadi. Daqiqa sayin tamshanadi va butun qiyofasi bilan xo'jayinga qarab, "Hazil ham shunaqa beshafqat bo'ladimi?" deyotgandek bo'ladi. Ammo serjant Gamba chindan ham soatni unga sovg'a qilmoqchi ko'rinadi. Fortunato soatga qarab qo'l cho'zmadi-yu, lekin achchiq alam aralash gapirdi. "Nega meni maza qilyapsiz?" "Xudo haqqi maza qilayotganim yo'q. Janettoning qayerdaligini aytsang bas, soat seniki." Fortunato ishonqiramay jilmaydi. Uning qora ko'zlari yeb qo'ygudek bo'lib, serjantning ko'zlariga qadaldi. Bola uning ko'zlaridan gapiga ishonsa bo'lish-bo'lmasligini o'qib olmoqchiday bo'ldi. "Agar soat seniki bo'lmasa, Ippolitimdan ayrilay", deb qichqirdi serjant. "Mana, soldatlar guvoh bo'lsin. Men so'zimdan qaytmayman." Shu so'zlarni aytar ekan, u soatni Fortunatoga tobora yaqin olib kelar, soat bolaning rangi o'chgan yuziga tegay deb turardi.
Bolaning qalbida soatni olish istagi bilan mehmondo'stlik burchi o'rtasida jo'sh urayotgan kurash uning yuziga ham tepgan edi. U go'yo hozir bo'g'ilib qoladigandek hansirab nafas olardi. Soat esa qarshisida chayqalib, zanjirda aylanib, burnining uchiga tegay deb turibdi. Nihoyat Fortunato soatga jur'atsizgina qo'l cho'zdi. O'ng qo'lining barmoqlari soatga tegdi. Mana, serjant zanjirni qo'yib yuborgan bo'lmasa-da, soat bolaning kaftiga qo'ndi. Moviy siferblat, yaraqlab turgan qopqoq, quyosh nuriga yonaman deydi. Bunday o'ljadan voz kechish amri mahol edi. Fortunato chap qo'lini ko'tarib, bosh barmog'i bilan yelkasi osha o'zi suyanib turgan pichan g'aramiga ishora qildi. Serjant darrov tushundi. U zanjirning uchini qo'yib yubordi. Fortunato endi soat o'ziniki bo'lganiga chindan ishondi. U kiyikday chaqqon sakrab turdi-da, o'qchilar tita boshlagan g'aramdan 10 qadamcha nariga yugurib bordi. Pichan g'imirladi va g'aram ichida qonga belangan odam qo'lida xanjar bilan o'rmalab chiqib keldi. U o'rnidan turmoqchi bo'ldi, lekin oyog'idagi jarohati bunga imkon bermadi. U yiqildi. Serjant unga tashlanib, xanjarini tortib oldi. Rosa qarshilik ko'rsatishiga qaramay, shu zahoti uning qo'l-oyog'ini chandib tashlashdi. Qo'l-oyog'i bog'liq, bir bog' o'tinday yerda yotar ekan, Janitto oldiga kelgan Fortunatoga yuzini o'girdi-da, "O'g'il emish", dedi. Uning ohangida g'azabdan ko'ra nafrat kuchliroq edi. Bola undan olgan kumush tangani qaytarib oldiga tashladi. Bu in'omni olishga haqqi yo'qligiga aqli yetdi. Lekin jinoyatkor uning bu ishiga zarracha ham e'tibor bermadi. U juda bosiq ohangda serjantga murojaat qildi. "Muhtaram Gamba, men yura olmayman. Meni shahargacha ko'tarib borasizlar. Hozirgina echkiday shataloq otib yugurib yuruvding-ku", dedi shafqatsiz g'olib. "Mayli, xotirjam bo'l. Qo'limga tushganingning xursandchiligiga o'zim seni 1 milya joyga olib chiqib borishga tayyorman-u, lekin ancha charchaganman. Mayli, oshna, sen uchun shoxshaba bilan plashingdan zambil yasaymiz. Krispolidagi xonadonlardan ot olamiz." "Mayli", dedi banda. "Lekin zambilga bir oz pohol solinglar. Menga qulayroq bo'lsin." O'qchilardan ba'zilari kashtan shoxlaridan zambil yasayotgan, ba'zilari Janittoning yarasini bog'lash bilan band bo'lib turgan paytda Makiga olib boradigan so'qmoqning burilishida to'satdan Matio bilan xotini paydo bo'ldi. Xotini kashtan yong'oqlari solingan katta qanorning og'irligidan egilib, zo'rg'a qadam bosar, eri esa qo'lida bitta miltiqdan boshqa yuki yo'q, yengil va shaxdam yurib kelardi. Erkak kishiga quroldan boshqa yuk nomunosib-da. Soldatlarni ko'rib, Matio avvaliga ular meni qamagani kelishgan deb o'yladi. Bunday fikr qayoqdan keldi? Nahotki Mationing hukumatga manzur bo'lmaydigan biror kirdikori bo'lsa. Yo'q, u yaxshi odam deb nom chiqargan. U o'z aravasini tinchgina sudrab yuradigan fuqarolardan. Ammo u ayni choqda korsikalik ham, tog'lik ham edi. Qaysi bir korsikalik tog'lik o'z xotirasini tuzukroq kovlashtirib ko'rsa, o'tmishda qilib qo'ygan biron gunohini topolmaydi. Birovni otib qo'yishmi, chavaqlab ketishmi yoki shunga o'xshash biron mayda gunohdan soqit odam bormi? Mationing vijdoni hammanikidan ham toza edi. Chunki mana 10 yil bo'ldi. Odam bolasiga miltiq o'qtalgani yo'q. Lekin shundoq bo'lsa-da u sergaklanib, zarur bo'lsa o'zini matonat bilan himoya qilishga chog'landi. "Xotin", dedi u Juzeppaga. "Yukingni qo'yib tayyorlanib tur." Xotini darhol uning aytganini qildi. Eri yelkasida osig'liq miltiqni olib unga uzatdi. U xalaqit berishi mumkin edi-da. Ikkinchi miltiqni o'qtalgancha yo'l bo'yidagi daraxtlarni panalab, ohista uyga yaqinlasha boshladi. Soldatlar sal-pal qaltis harakat qiladigan bo'lsalar, u darhol yo'g'on daraxt panasiga yashirinib, u yerdan otishishi mumkin edi. Juzeppa ikkinchi miltiq bilan o'q xaltani ko'tarib, uning izidan kelardi. Yaxshi xotinning burchi jang vaqtida eriga miltiq o'qlab berib turish bo'ladi. Mationing miltiq o'qtalib, tepkini bosishga tayyor holda ohista yaqinlashib kelayotganini ko'rgan serjantning yuragiga g'ulu tushdi. "Bordi-yu", deb xayolidan o'tkazdi. Matio Janittoning qarindoshimi, do'stimi bo'lsa-yu, uni himoya qilib qolsa-chi? Unda birdan 2 kishi uning ikkita o'qiga uchishi turgan gap. Qarindoshligimizga qaramay menga o'q uzsa nima bo'ladi? Nihoyat u dadillik bilan bir fikrga keldi. Matioga peshvoz chiqib,
Hamma gapni qadrdon do'stiga aytganday, oqizmay tomizmay aytib berishga ahd qildi. Matyodan ajratib turgan qisqagina masofa unga haddan tashqari uzundek ko'rindi. "Ha, oshna!" deb qichqirdi u. "Ahvoling qalay, do'stim? Men Gambaman, qarindoshing." Matyo bir og'iz so'z aytmay joyida to'xtadi. Serjant gapirar ekan, u miltig'ining og'zini sekin-asta yuqoriga ko'tara boshladi. Serjant yaqinlashib kelganda, uning miltig'i osmonga qarab turardi. "Yaxshimisan, birodar?" dedi serjant ko'rishishga qo'l cho'zib. "Uchrashganimizga ham ancha bo'ldi." "Yaxshimisan, birodar? Men yo'l-yo'lakay sen bilan ham, singlim Peppa bilan ham ko'rishib ketay deb kelgan edim. Bugun juda ko'p yurdik, lekin ovimiz baroridan keldi. Noshukurchilik bo'lmasin. Charchasak ham go'rga, hozirgina Janetto Sanperoni qo'lga tushirdik." "Xudoga shukr", deb nido qildi Juzeppa. O'tgan hafta sog'in echkilarni o'marib ketgan edi. Uning gapi Gambani xursand qildi. "Bechora", dedi Matyo. "U och edi." "Bu ablah sherday olishdi", deb davom etdi serjant bir oz ensasi qotib. "U mening o'qchilarimdan birini otib o'ldirdi. Kapral Shardonning qo'lini mayib qildi. Mayli, bunisiga chidasa bo'ladi. Shardon fransuz. Keyin desang, u shunaqa ustalik bilan yashirinib olibdiki, uni albatta ham topolmasdi. Agar jiyanim Fortunato bo'lmasa, men uni ikki dunyoda ham topolmasdim." "Fortunato?" deb qichqirdi Matyo. "Fortunato?" deb takrorladi Juzeppa. "Ha, Janetto anavi g'aramning ichiga yashiringan ekan. Jiyanim uning hiylasini aytib berdi. Men uni kapral amakisiga gapirib beraman. U jiyanimni taqdirlab, yaxshi sovg'a yuboradi. Men esa prokuror nomiga yozadigan axborotimda seni ham, uni ham tilga olaman." "Ming la'nat", dedi Matyo eshitilar eshitilmas. Ular otryadning oldiga kelishdi. Janetto zambilda yotardi. Soldatlar jo'nash taraddudida edilar. Matyoni Gambaning yonida ko'rib, Janetto g'alati bir istehzo bilan kuldi-da, keyin uy tomonga yuzini o'girib, ostonaga tupurdi. "Sotqinning uyi", dedi u ijirg'anib. O'limini bo'yniga olgan odamgina yurak yutib, Falkoneni sotqin deb atashga jur'at qilishi mumkin edi. Xanjarning bir zarbi bilan bu haqoratga javob bersa bo'lardi. Birgina zarbi bilan. Ammo Matyo nogohoniy kulfatdan singan odamday mushtini peshonasiga tiragancha dong qotib qoldi. Fortunato otasini ko'riboq uyiga kirib ketgan edi. Oradan ko'p o'tmay u bir kosa sut ko'tarib ichkaridan chiqdi va yerga tikilib turib, uni Janettoga uzatdi. "Yo'qol ko'zimdan!" dahshatli ovoz bilan hayqirdi mahbus. Keyin o'qchilardan biriga yuzlanib iltimos qildi. "Oshna, menga suv ber." Soldat unga suvlig'ini uzatdi. Bandit hozirgina raqibi bo'lgan odamning qo'lidan suvliqni olib, suvdan bir ikki qultum xo'pladi. So'ngra qo'lini orqasiga qayirib bog'lamasdan ko'kragi ustiga bog'lashlarini so'radi. "Qulayroq yotishni ma'qul ko'raman", dedi u. Bir zumda uning iltimosini bajo keltirishdi. So'ng serjant qo'zg'alishga ishora berib, Matyo bilan xayrlashdi. Lekin undan sado chiqmagach, sayxonlikka qarab tez-tez yurib ketishdi. Oradan 10 minutcha o'tdi. Matyo esa hamon indamas edi. Bola xavotir ichida goh onasiga, goh otasiga termulib qarab qo'yardi. Otasi miltiqqa suyangancha bosib kelayotgan g'azabini tizginlay olmay, qahr bilan o'g'liga tikilardi. "Boplabsan", dedi nihoyat Matyo xotirjam ohangda. Ammo bu odamni bilganlar xotirjamlik zamirida qahr-g'azabdan voqif edilar. "Ota!" deb qichqirib yubordi bola. Uning ko'zlaridan yosh tirqiradi. U tiz cho'kmoqchi bo'lganday old tomonga bir qadam qo'ydi. Lekin Matyo birdan hayqirdi. "Yo'qol!" Bola ho'ngrab yig'lagancha otasidan bir necha qadam narida toshdek qotib turib qoldi. Juzeppa ularga yaqinlashdi. U Fortunato ko'ylagining etagidan uchi chiqib turgan soat zanjirini ko'rib qoldi. "Soatni kim berdi senga?" deb so'radi u qahr bilan. "Serjant amakim." Falcone soatni yulqib oldi-da, jon jahdi bilan toshga urdi. Soat mayda-mayda bo'lib ketdi. "Xotin", dedi u. "Mendan bo'lganmi shu bola?" Juzeppaning bug'doy rang chehrasi g'ishdan ham qizilroq tusga kirdi. "Esingni yig', Matyo. Kimga gapiryapsan bu gapni?" "Demak, bu bola bizning urug'imizdan chiqqan birinchi sotqin ekan." Fortunatoning yig'isi avj oldi. Falcone esa Slovsinnikiga o'xshash o'tkir ko'zini hamon undan uzmay turardi. Nihoyat u miltig'ining qo'ndog'ini yerga bir urdi-da, keyin uni yelkasiga olib Fortunatoga
orqamdan yur, deb buyruq berdi va Makiga yo'l oldi. Bola itoat qildi. Juzeppa Matyoga tashlanib, qo'llariga osildi. "O'z pushti kamaringdan bo'lgan zurriyoting-a!" deb qichqirdi u titroq ovozda. U qora ko'zlarini erining ko'zlariga tikib, ulardan erining qalbida kechayotgan gapni o'qib olmoqchidek bo'ldi. "Bas qil", dedi Matyo. "Men uning otasiman." Juzeppa o'g'lini o'pdi va yig'laganicha uyga kirib ketdi. U ichkariga kirishi bilan Bibi Maryamning surati qarshisiga tiz cho'kib, sidqi dildan ibodat qila boshladi. Bu orada Falkoni so'qmoq bo'ylab 200 qadamcha yurganidan keyin cho'g'roqqina chuqurga duch keldi. Qo'ndoq bilan yerni urib ko'rib, uning yumshoqligiga, kavlash oson bo'lishiga ishonch hosil qildi. Bu joy niyatini bajo keltirish uchun qulay tuyuldi. "Fortunato, anavi katta toshning oldiga bor." Uning buyrug'ini bajargan Fortunato tiz cho'kdi. "Ibodat qil." Otajon, o'ldirma meni." "Ibodat qil", g'azab bilan takrorladi Matyo. Bola duduqlana ko'zida yosh bilan ikkita duo o'qidi. Har qaysi duoning oxirida otasi qat'iy ohangda "Amin" deb qo'ydi. "Boshqa duo bilmaysanmi?" "Ota, yana bir duoni bilaman. Bibi Maryam haqida. Xolam o'qitgan edi." "Juda uzun duo. Mayli, o'qi." Bu duoni o'qir ekan, bola ovoz chiqarishga ham majoli qolmadi. "Tugatdingmi?" "Ota, rahim qil, meni kechir. Hech qachon bunaqa qilmayman. Janitoni afv qilishini kapral amakimdan yalinib so'rayman." U yana nimalardir deb g'udirladi. Matyo miltiqni ko'tarib mo'ljalga olar ekan, gapirdi. "Seni Xudoning o'zi kechirsin." Fortunato jon jahdi bilan sapchib turmoqchi, otasining oyoqlariga o'zini tashlamoqchi bo'ldi, lekin ulgura olmadi. Matyo o'q uzdi. Bola jonsiz yiqildi. Matyo jasadga qayrilib ham qaramay, o'g'liga go'r qazigani belkurak olib kelish uchun so'qmoqdan uy tomonga yo'l oldi. Bir necha qadam qo'yib ulgurmay, u o'q ovozidan xavotirlanib, yugurib kelayotgan Juzeppaga duch keldi. "Nima qilib qo'yding?" deb qichqirdi u. "Adolat qaror topdi." "Qani u?" "Chuqurda. Men uni hozir ko'maman. Iymoni o'zida ketdi. Men uning xotirasiga janoza o'qitiraman. Kuyovimiz Teodor Biankiga aytish kerak. Biznikiga ko'chib kelsin." Ozod Sharafiddinov tarjima qildi.